Milliy armiyamiz ona yurt qalqoni, tinchlik posboni shiori ostidagi vatanparvarlik oyligiga Qoraqalpog'iston Respublikasida ham tantanali ravishda start berildi. Mazkur oylik yosh avlod qalbida vatanga sadoqat, milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini yanada mustahkamlash, ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgani bilan alohida ahamiyatga ega. Mavzu hozirgi lavhamizda davom ettiriladi. Tadbirning ochilish marosimida harbiy okrug qo'mondonligi, harbiy xizmatchilar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda yoshlar ishtirok etdi. Marosimda bugun xalq va armiya bir tan bir jon ekani va bu yo'lda amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z bordi. Shuningdek, milliy armiyamizdagi islohotlar, harbiylarimizning xizmat faoliyati, ijtimoiy himoya masalalariga ham alohida to'xtalib o'tildi. Shu kuni tashkil etilgan zamonaviy qurol, aslaha va harbiy texnikalar ko'rgazmasi kelajak avlod vakillarini milliy armiyamiz haqidagi tasavvurlarni yanada boyitishga xizmat qildi. Bundan tashqari, vatanparvarlik oyligi davomida yoshlar ishtirokida urush va mehnat faxriylari, harbiy xizmatda fidokorona xizmat qilayotgan ilg'or harbiy xizmatchilar, turli sohalarda yuqori natijalarga erishayotgan faollar, yurtimiz bayrog'ini yuksakka ko'tarayotgan sportchilar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, ularning hayotiy tajribasi va ibratli yo'li, erishayotgan yutuqlari e'tirof etilmoqda. Bu o'z o'rnida navqiron avlod vakillarini ham yangi maqsad va marralar sari undamoqda. Mana shunday ezgu maqsadlarga qaratilgan vatanparvarlik oyligi doirasidagi tadbirlar shahar markazlaridan to eng olis qishloq va ovullarda ham o'tkazilmoqda.